Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz mehmon, bu yoqqa qadamlar yetib qopdi-ku. O'zlarini panoh tatib kelib qoldim. Kirsizlar. Bizda bir ko'rishgan to'nosh, ikki ko'rishgan tuqqan degan bir gap emasmi? Sizlar bilan biz qadinaslardan bo'lib qoldik. Ishimiz sizlarga davomli ochiq sizlar. Qani, o'ltasizlar. Qani. Amin. Allohu akbar. Xudo xayrlarini bersin. Deganlardek bo'lsin. Aras. Bu dasturxonimni obdaraq bir saqlab bergan bo'lsa. Ma'qul. Iliq eshak. O qo'tir eshakning gapini demayli qo'ysizlar. Men sizlarga dasturxonning gapini qilyapman. Ma'qul. Obdan. Aslarga sen qo'yay. Lekin za og'izlaridan echil dasturxonim echil degan gap hargiz chiqib ketmasin-jumi? Omonatga xiyonat qilish dayuzlarning ishi. Sizlar xotirjam uyqularni uxlayasizlar. Qani. Xudo menga yana bir xislatlik engishlar yuvatgan o'xshaydi. Mushkulotlarim texmi oson bo'ladigan bo'ldi. Qanot quyruqlarim yana uzraydigan bo'ldi. Xudo'm. Xudo'm. Yana Ahmet geldi, Ahmet. Dadisi, o'zlarini besib elib gap qisilichi, yana qandaq Ahmet geldi? Qara. Iliqi ahmaq qiri, yana bir xosiyatli narsa kelgan o'xshaydi. Avval bu dasturxonni ichib, bir ko'rib boqaylik. Eşini yemesnikiga, kiyimni kiyemesnikiga deptiken. Yuvaşlı bozaqqimiz qiyomat so'rg'i deydi. Bu galvan qeri bizga yana nima aytgandi? Gapni oz qil. Og'zing ichiladiganlar bo'lsa, xuddi g'orlayning cho'jisidek cho'kuldablik ekansan. Undaq bo'lsa, bu dasturxonda nima karamat bor? Chaqarroq deymanla, ishchim bek siqilib ketyapti-da. Chaqarroq deysizlar. İçil dasturxonim içil. İçil dasturxonim içil. Nemi karamet bu. Vay vay. Altın tizeklaydigan eshigim bilan 70 xil g'izo chiqirdigan mana bu dasturxonim meni har qanday podshodimmi boy qilib o'tadi. Ering endi boyojining qizini xotinlikqa olsa gaping chiqmas. Osh, to'li gap qilmay iymon taqnigina o'g'ri. Qo'shilding-a? Qo'riq gapni qo'yib, av galvan qeri o'yg'ang'icha mau dasturxonni almashtirib oladi. Albatta shunday qilamiz-da, jinim xotin. Moshundaq xosiyatli dasturxonga o'xshaydigan dasturxondan birini darhol olib chiq. Chapsan bo'la. Ma'qul.
Yana nagi barla? Bak hocamga xabar qilib o'tay. Xosiyatlik dasturxonning karomatini ko'rib baqson, qulig'i anglamagan, ko'zi ko'rmagan noz ne'matlarni o'z og'zi bilan tetimig'icha mening gapimga ishonmaydigan o'xshaydi. Voy, sizlar ahmaq buvayning burniga tex suv kirmadimi? Ha? O eshakmichu tush ko'rikka puti bir sepilsa, ikkinchi u ko'rikdan o'tmaydi. Mening ko'zimga ko'rinib turadi. Sizlar xalq olamning oldida yana iza ohanatga qolala. Ha, to'liq ko'tildimi sancho? Xotin haq degan bog'o. Sizgan siziqdan chiqmasligi kerak. Uqdingmi? Bu bovayga nim bo'lgandi? Çöl jangallarda yurib, jinchaplashib qoldimi ya? Ulug' Xudo, ojiz bandamni yomon yo'ldan yondirib, mushkul ishlarini oson qilg'aysin. Begim. Helaqa ishni. Bu ishlarni biz endi keyin bir taraf qilamiz. Xotirjam bo'linglar. Obdan. Biz uni o'rgashtirib. Obdan. Shunday xo'rsinamiz. Assalomu alaykum. Yana nim deb kelding? Hurmatlik bak hocam. O'zlarini xosiyatlik dasturxonimning karomatini ko'rib baqsa ekan deb taklif qilib keldim. O'zlariga malol kammasa. Sen yana meni ko'ldirlatmoqchimi? Bu qitim jiningga ezi bo'la? O'zlarini ko'ldirlatadiganға beshim o'nmidi. Janoblarni dasturxonimning karomatini jamoat bilan birga ko'rsa deyishdan boshqa muddaim yo'q taqsir. Gapingdan qaraganda rosttakmi turdi. Lekin shuni samingiz hep qo'yayki, o'tgan qatimdikisiga o'xshash bagligimizning avro inovatiga daxli yetkizsang, hargizmi bosh qo'ymayman. Haddim emas bak hocam. Agar dasturxonim haqiqatan xislatlik bo'lmasa oldilariga o'zim kelib xabar qilmagan bo'lardim. Bo'pti. Qani jamoat oldida dasturxonning karomatini bir ko'rsat. Obdan, begim. Qani boy, karomatingni ko'rsat. Echil dasturxonim, echil. Echil dasturxonim, echil. Meni o'sal qilmay, echil dasturxonim. Hey siz gaday, sen bizni yana ahmoq qilib otamsa? Nim bo'g'anligini o'zim bilmayapman bak hocam. Mening silini aldash niyetim asla yo'q. Kelinglar. Labay. Ma saran qerini chiqib uringlar. Mana qeri. Begim, bak hocam, ma'val oldi. Chiqmang deyman.
Fatem Haço. Vay huy. Vay Xudoyim. Bu nim ish. Nim bo'lganli sizlar. Voy buvay. Voy. Bu nima tatbiqdi? Bu nima ko'gilikdi buvay, ha? Buvay. Ko'zlarini asla. Buvay. Sen nimishqa mening gapimni anglab qo'ymaylar, ha? Ko'zlarini asla. Ko'zlarini asla. Buvay. Ko'zlarini asla-chu. Voy Xudoy, voy Xudoy, voy Xudoy. Buvay, sizlar nimishqa mening gapimni anglamaydi. Bovay tayoq zarbisidan nayt uzun o'rin tutib yetib qoldi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Xalqlar orasida Bovayni sarang degan gap taqilib ketibdi. Bovay matam uch matam deb ekan. Yeliqi xislatlik yigitning yeniga yana bir qatim boray. Beshimga kelganni ko'raman deb o'ylab, yigitni izlab chiqib ketibdi. Oxiri ana shunda oqibatga qoldim yigit. Tushundim bova. Sizlar haqiqatan oq ko'ngil, soddikanlar. Xayr, bu eng oxir qitimqisi bo'lsin. Mana bu zar xaltining ichida xislatlik to'qmoq bor. Agar kimdi-kim har qanday yo'l bilan bo'zaq qilsa, xaltining og'zini echib, ur to'qmog'im ur desilar, mushkulotlari oson bo'ladi. Tur to'qmog'im tur desilar, to'qmoq to'xtaydi. Qani, aslan. Rahmat yigit. Bu qilgan yaxshiligingni umr bo'yi unutmayman. Ma'qul amisa bova. Endi yo'llari ravon bo'lsin. Xudoyimga omonat. Xudoyimga omonat. Xudo xayringni bersin. Omon bo'l. Bu nima karomat? Umumu tushunma.
Adamını bir kaya yediğin günah. Hey. Ne girsin? Tur değil mi? He? Hey sen bir kere. Hey! Lan naram yediğin göy! Seni koyunu baktırsam tüzük bakmaysa! Hey! Seni tügmenge baktırsam bakmaysa! He? Gep anlaşamsa yok! He? Bunun diki yanımı şuna kılıçlıgan basan paçığını çıkıyordu mu? Assalomu alaykum. Yok ulaş! Ve aleyküm esselam! Odan tulu mu? Kesle! Kadirlik mihman! Biz kon tonuşlardan bop kaldık. Erip ketiptiler. Bugün bir gece hizmetlerde bolay. Kene, merhamet. Himmetlerge rahmet. Kene. Merhamet. Kene, kesle. Kollarını juvasla. Hakikaten bugün uzun yol yürüp herif içip gelgenler. Kene. Aldı bilen silini rasa bir optan kütüp olay. Amin. Allahu Ekber. Bir ömür tügmen çörüp ötüptü men gözle. Tapkan mal dünyayımga. Muşu katta ayvan sarayını saldırdım. Yurt ehli bütün el cemaat menin ağzımı kılı karaydı. Kolum ne kayak kısınsam şu yak iyiydi dığım bop gitti. Hakikaten katta bayladın bu kapla. Xudo sizlarga omad ham barakat ato qilibdi. Allah Teala tiligimni icabet kıldı. Men buningdan köp xursand. Bir har o'g'anning bir aziz bo'lmig'i bor degan gap rostkan. Taqsir. Aziz birodarim, sizlar mening ovorchiligimni tatib, eshak va dostixonimni obdan saqlab bergan edilar. Bugun mushu zarri xaltamnimi xuddi shuningga o'xshash saqlab berishlarini o'tinaman. Biroq shuni aslarga sep qo'yay. Lekin za ur to'qmog'im ur deb samslarjimi? Qani sen ey? Labbay. Hocam, mavzer xaltini mening xonamga kirib qo'y. Bu mehmonning omonati. Xudo sizlarga yaxshi tushlarni nasib qilg'ay. O'ptaroq arimilmaslar. Qani sen ey? Xo'sh, xo'ja. Mehmonni o'jirga boshla. Qani. Qani. Marhamat. Xotin. Xotin, bormisan? Nim bo'ldi? Qachon ish qolgandek asirmay gapni aniq qilmamla. Elqi ahmoq qeri bizga yana bir boyliq kelibdi. Nima? Boyliq? U galvan qeri yana keldimi? Bu dunyoda endi bizning katta ikkinchi cho'ng boy bo'lmaydi. Bizga hech kim tankilanmaydi. Xudo u qerining umrini texim uzun, ahlini qisqa qilsin. Chaqqan bo'l xotin, bizni qandoq boyliq kutib turdi ekan, ko'rib boqayli, qandoq. Hey, oldirmislar, maxfiy g'azini kirib, andin ko'rayli. Shuna qilayli. Kel. Asla ko'rli. Ur to'qmog'im, ur. Hayda!
Vay Xudayım bu neymiş bu? Vay can vay bir şey vay can. Xudayım bu ne mümkün bu? Aslida senle mening qimmatli narsamni o'g'irlab, meni bir muncha baloyi ofatga qo'yishib ketsan-da. Omonat xiyonat qilganning oqibati mana mushu. Qani aytisha, eshigim bilan dasturxonim qani? Ba. Daskan sandıkta işek yığıldı. Çapsan bol koton. Bana bu aşk koş. Çapsan bol. Tez bol. Vay can. Vay can. Vay can. Vay bilem. Vay can. Kelinla! Bu ebkaklarını ödünç kalmay, rasa silinla! Senla nima qilishmoqchi? Nime qarab tursan? Zodi nima qilishmoqchi? Jinim omon qolsin desang, oqinga qaytish. Çakkan urunla! Ur to'qmog'im ur! Rosa ur! Haydan! Tur to'qmog'im tur! Senlar bilan hisob kitobni qiyomat kuni qilishiman. Değil mi? Xotin! Ha? Butkul yurt haqiqiy oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan xislatlik dasturxonning sirini bilib ketdi degina. Uncha valla aldirab ketmisizlar. Sizlar ikki qitim tumshuqlarga yedilar. Hammasi mush ikki narsaning kasofatidan bo'ldi. Bu navbat yana bir kelishmaslik yuz bersa, bu yurt bizga harom bo'ladi. Sen yana ishonmayotsan xotin. Avval ət eshak bilan dasturxonning karomatini ko'z tutib qo'yay. Ondan hamma ishni bilib qolasan. Menimi shu chog'da tushunib qolasan. Men ata meni saramib qopdi deb tumbalaganlarning oldida o'zimning gunohsiz ekanligimni isbotlayman. Gaplardan qaraganda eshak bilan dasturxon rostilla bizni yana izo ahanatga qo'ymasmi? Sen bilan biz ömürlük qadinasladin. Agar seni oldigan bo'lsam, mushu gapni qilgan tilim qurib ketsin. Hay. Shundaqmi sizning gaplarga hargiz ishongim kelmaydi. Andaqda sana xislatlik eshigim bilan dasturxonimning karomatini bir ko'z tutib qo'yay. İçil dasturxonim, içil. Nima degan karomat bu? Pah. Nima degan ko'p? Nima degan meslik taomlar bu? Qandaq amdigo ishongansa? Yura, endi eshigimning karomatini ko'r. Yura. Ishondim.
Tezekle işigim, tezekle. Altın tilla tezekle. Oy. 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 Ben gözlerimge rastlığa işenmeyvatdım. Oy Xudoyim. Qandaq, xotin? Buningga nima deysan? Rastken. Ma xotin, ala. Ya. Ha. Amdiqo işengense? İşendim. Bu naz nimetlerini bir ay yesek mi tügümü gidek. Ala ha. Akıyda geldik gülmanın, ateş yüzük yananın, canan nimet Allah'ın, ey Allah'ın. Hocam. Hürmetli ben hocam. To'xtat. Heliqi ahmaq qeyrining ishigi rastilla oltin yombo tezakleydi ekan. Nim deding? Men heliq qeyrining eshigining oltin tezakliganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu gaping rostmi? Men sizlarga Xudo nomidan qasam qilaman. Uning yana texi turli noz ne'matlarni chiqara oladigan xislatlik dasturxoni bor ekan. Ha? Amisa bir nechanglar berib ko'rib kelinglar. Ma'qul. Qani bovoy karomatlarni ko'rsasizlar. Obdan. Echil dasturxonim, echil. Nima degan karomat bu? Ya Rabbi, ya Rabbi. Nima degani isim zala bu. Isimken. Allahu. Vah. Qandoq karomat bu? Nima degan isim? Nima karomat bu? Vah, Mahmudning o'xshab ketgan ekan. Bu rostilla xislatlik odam ekan. Heliq postakchi uni qaqsoqti qilmagan bo'lsa, bu chaqa uning karomatini ko'rib bo'lar ekanmiz. O'zining turmushimi allaqachon bayoshatlashib ketgan bo'lar ekan. Aziz mehmonlar, endi eshigimning karomatini ko'ringlar. Nima karomat boshda? Nima karomat bilan Oltin tilla tezekle eshigim. Rostken.
Rostken. Rostken. Dünyada mı şundak mı iş olur diken ha? İşittin tırlaksızlıkligini görmediğin. Xudayım, tova. Qani mehmonlar, tillarlarni ilinglar. Aşı Əbqa qeyrining ishiga rostilla oltin tilla tizaklamdikan. O qeyrining ishiga haqiqatan hesapsız altın tilla tizakladi. Bey hocam, biz mi öz közümüzge işenmeli kaldık. Teximi yamini o haram qeyri aşı altın tillalarni qalanda yalan to'shlayib taqsim qilib berdi. Shundaqmi? Tova. Jahonda mushunda xosiyatli eshaknimi ata qilgan ekanda. Bek hocam, muşundaq himmetlik, xosiyetlik göherlerinin qo'sig'iga tapsa, üstüveş yalıngaç qiladigan tegipes gadayının qo'liga tushib ketishi biz uchun haqorat ham ofatdir. Bu qeyrining eshigi kunda mushundaq oltin tesaklaversa, dasturxonidan nozu ne'matlar chiqib tursa, namratchilik, ocharchilik ichida yashayotgan xalq cho'qim u tarafga eqib ketib, bir kuni beshimizga balo bo'ladi. Uning ustiga hozir xazina qurib qoldi. Mushundaq sharoitda bu go'harlarni xazinaga elishimiz kerak. Bu bayligimizning taxti, baxti bilan zik munosabatlik ishdir. Yuzbeshi, labbay. Bovayning eshigi bilan dasturxoni darhol xazinaga elinsin. Qarshilik ko'rsatganlarning kallasi ilindi. Baş ustiga bigim. Baba, çapsan bosla. Özlerini derhal daldığı asla. Beynin kalçıları, sılının dastıkalları bilen eşeklerin tatılışı için bastırıp kilip atıdı. Bu oş göz münafıklar. Çapsan bulunla. Oy çakarlar. Peylinglardan yenip, aqınglar qaytinglar. Oltin tilla bilan noz ne'matlar yurtni obod qiladi. Meni xotirjam kunog'ini qo'yinglar. Bu ahmaq qolchilar. Sallamo. To'qmoqqa yem bo'ladigan bo'lishdi. Ur to'qmog'im ur. Nan qıpıla. Bir to'qmoq shuncha bola odamni yengalamdika. Hamma shaparmanlar atlansın. Bu qatim tigipas qergadayning kallasini ilib, dastıxiniga yo'gab, eshiginimi billa qo'shib epkenmaydigan bo'lishsang, o'zinglarni dar ostida ko'rishsan.
Oy xotin, xotin. Xotin, eliq chaparmanlar. Qirilib tugidi. Xudo bizga aminlik berdi. Sizlar haqiqatan qaltis chiqildilar. Ya xotin, men bir ojiz banda. Bizni ornumuzdan saqlab, fuqarolarni zulmdan ozod qilgani mana shu xosiyatlik to'qmoq. Bu to'qmoq bagning jojisini berdi. Shundaq. Biz endi bu to'qmoqni ching saqlayli. U avam uchun oltin tilla tezaklaydigan eshak bilan 72 xil taom chiqara oladigan dasturxondanmi bek muhim desizlar. To'g'ri aytsan xotin. Bu to'qmoq qo'limdili bo'lsa, hech kim bizni bo'zga tanmaydi. Putkil avam xalqimi hech kim zulm salanmaydi. Sizlarcha endi bu yurtga kim bek bo'lar? Fuqarolar albatta adil, haqqoniyatchi bir odamni bak qilib saylaydi-da, bundan keyin bizmi xotirjam turmush kechiramiz. Sizlar endi heliq xislatlik yigitga butkul yurt ahli nomidan rahmat aytsizlar. Osh xislatlik yigit bizga bu xosiyatlik narsalarni bermagan bo'lsa, xalq mangu ohizor ichida yashaydi. Bizning muqaddimiz ko'tarilmaydi. Men shunday o'ylab o'tdim. Undaq bo'lsa men hozirla safarga otlanib, u yigitning yana qoray. Bo'ladi. Bütün ömrü yoksuzluk ve gurbetçilikte ötken bovay bilen momay ve avam halk. Ahiri bu möcizinin yardımı ve küçü bilen aşu nefsaniyetçi beg hocalarının zoravallıqıdın tutulup, ahirki ömrünü kuşal kuran bayaşatçılık içinde ötmüş.